Bizda ish jarayonimizda fuqarolar tomonidan ota va otalik, onalik huquqidan mahrum qilinish asoslari va tartibi to'g'risida savollar, murojaatlar kelib chiqmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bolalari o'z farzandlari voyaga yetgunga qadar ularni tarbiyalash, kamol toptirish uchun majbur ekanligi belgilab ko'rsatilgan. Endi agar majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlasa, ota-onalarga nisbatan quyidagi holatlarda ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Bular ya'niki aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, o'z bolasini tug'ruqxona, davolash muassasalaridan olishdan bosh tortsa yoki bolasiga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lib, kuch ishlatsa, ruhiy ta'sir ko'rsatsa, o'z bolasining sog'ligiga, hayotiga yoki yoki xotinning sog'ligi, hayotiga nisbatan qasddan jinoyat sodir qiladigan holatlarda ota-onalik huquqidan mahrum qilinadi. Ota-onalik huquqidan mahrum qilinish bu sud tartibida amalga oshiriladi, lekin ota-onalik huquqidan mahrum qilinish bu majburiyatni bajarishdan ozod qilmaydi. Ota-onalik huquqidan mahrum qilingan shaxslar bolaga nisbatan bo'ladigan huquqlardan mahrum bo'ladi, lekin ularni majburiyatlari saqlanib qoladi. Masalan, deylik, aliment to'lash majburiyati. Ya'ni otalik huquqidan mahrum qilingan shaxs yoki onalik huquqidan mahrum qilingan shaxs farzandiga nisbatan aliment to'lamaydi degani emas, u majburiyat bajarishdan ozod qilinmaydi. Shu o'rinda savol tug'iladiki, bu sudga qanday da'vo tartibi kiritiladi? Jumladan shunaqa holatlarda ota yoki ona ulardan biri yoki ota-ona o'rnini bosuvchi shaxslar, prokuror yoki vasiylik homiylik organining da'vo arizasi bo'yicha sud tartibida ko'riladi va sud tartibida otalik yoki onalik huquqidan mahrum qilinadi.